Bu voqea bir necha oy oldin oilam bilan Karmeldagi uyimizga qaytayotganimizda sodir bo'lgandi. Biz yo'lda ketar ekanmiz, quyosh asta-sekin bota boshladi. Oyim mashina haydashdan charchayotganini ko'rib, dadam o'rmon ichkarisida joylashgan bir shinamgina mehmonxonani payqab qoldi. Oyim mashinani chetga to'xtatdi va biz mehmonxona tomon yurdik. Joy ko'rinishda yomon emasdi, lekin ich-ichimdan bu mehmonxona haqida qandaydir shubhali, ko'ngilsiz bir tuyg'u o'tardi. Dadam qabulxonadagi ayoldan bir kechaga bo'shxonalari bor yo'qligini so'radi. Ayol kutilmaganda bo'shxona borligi, lekin unda dush buzilganini va afsuski uni hozir tuzatib bera olmasligini aytdi. Evaziga ikkinchi qavatdagi umumiy dushdan foydalanishimiz mumkinligini bildirdi. Biz liftdan xonamizga ko'tarildik va buyumlarimizni joylashtirdik. Yotishdan oldin o'sha umumiy dushga kirib chiqishga qaror qildim. Dushxonaga kirganimda bu joy odatiy dushlardan keskin farq qilishini payqadim. Birinchidan, u yerda o'g'il bolalar va qizlar dushxonasini bir-biriga bog'lab turadigan eshik bor edi. Ikkinchidan, oddiy partalar o'rniga shaffof shisha eshiklar o'rnatilgandi. Xullas, shaxsiylik va hudud va maxfiylik haqida gap ham bo'lishi mumkin emas edi. Atrofga qarab, dushda hech kim yo'qligini ishonch hosil qildim. Tezda yuvinib olsam, hech kim kirib kelishga ulgurmaydi deb o'yladim. Ichkariga kirib yuvini boshladim. Vaqt o'tishi bilan shishalar bug'lanib tashqari umuman ko'rinmay qoldi. Shu payt o'g'il bolalar va qizlar dushxonasini ajratib turadigan eshikdan g'ijjillagan ovozni eshitdim. Axir bu yerda qaysi ahmoq o'g'il bola kirishi mumkin? Tashqaridan nima bo'layotganini ko'rish uchun qo'lim bilan shisha oynani bug'ni artdim. Va o'sha soniyada ko'rgan narsamdan qonim muzlab qoldi. U shisha oyna oldida qo'lida pichoq bilan turardi. U dahshatli qichqirdi. Men esa bor kuchim bilan shisha eshikni itarib ochdim, u yerga yiqitdim va u yerdan qochib chiqdim. Xonamizga yugurib borib, bo'lgan voqeani ota-onamga aytib berdim. Dadam zudlik bilan militsiya chaqirdi. Yetib kelgan xodimlar dushmanni tintuv qilishdi. Ular o'sha erkakni men yiqitib ketgan joydan hali ham hushsiz holda yotganini topishdi. Ma'lum bo'lishicha, u qidiruvdagi jinoyatchi ekan. Uni o'sha yerning o'zida qo'lga olishdi. Undan keyin nima bo'lganini bilmayman. Voqea hali hanuz tushlarimga kirib meni dahshatga soladi. O'sha odamni yana uchratib qolmaslik maqsadida ana shu mehmonxonaga umuman qadam bosmaganman.